Assalomu alaykum. Mana bugungi bemorimiz o'ng oyoq boldir sohasi old qismi o'rta uchligidan post-travmatik gigant gematomasi bilan jarrohlik amaliyoti o'tkazdik. Amaliyot juda muvaffaqiyatli o'tdi. Mana bemorimizni o'zlaridan ham so'rashlaringiz mumkin. Bugungi bo'lgan operatsiyadan tafsilotlaringizni aytib bersangiz. Bugun men shu bir 10 hafta bo'ldi shunaqa nimani yiqilib o'tirdim. Qo'ldor oldim, nima bo'lmadi. Mana bugun kelib operatsiyaga o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Akbarov juda ham qo'li yengil, qo'llari yengil vrach ekanlar. O'sha gematoma hosil bo'lgan joyini ochib, tozalab qo'ydilar. O'sha olish bilan jarayonlari bilan oyog'imda og'riq qoldi. Yengilman, Xudoga shukr. Shunaqa shifokorlar borliklaridan Allohga behisob shukr rahmat deyman. Akbarovga, qolgan mana medsestralarga yordam bergan medsestralarga ham rahmat. Og'rimizni yengil qilganlari uchun ertalab boshqacha kayfiyat bilan kelgandim. Bu operatsiyadan juda yaxshi kayfiyat bilan chiqib ketyapman. Rahmat sizga. Rahmat sizga ham. Mana keyingi muolajalarni nasib bo'lsa mana periyozga yana boshqa muolajalarni tartib bilan olib boramiz. Ko'xin Med klinikasiga murojaat qiling va shifo toping.